Qaytadan qizg'in salomlar bilan men Fayzullo To'riqo'g'li, hurmatli Turkistonlik millatdoshlar. Turkiston kanal YouTube orqali sizlarning huzuringizga biz albatta bu kelajak kunlarga Turkiston kanal YouTube nomiga o'rgiladi. Ushbu adres hozirgi kunga do'stimizni o'zi qizg'ib qo'ygan adresidan sizlar ko'ruvchilar ko'rasizlar. O'shandaki ko'rasiz siymosi bilan shubhasizki Turkistonlik millatdoshlarimizda oshnolik bor. Biz korgar janoblari Qaptol bizga to'xtabdi va bular ushbu jamg'arma otiki Turkiston birligi jamg'armasida bo'lgan mas'ul kishilardan biri topilgan. Hozir esa biz korgar janoblarga so'zni berib savol qilamiz. Birinchidan yana ham o'z og'izlaridan eshitsangizlar, chunki yangi yoshlar, yigitlar borki, mumkinki bu so'ng 5 yil, 10 yilga yigit bo'lganlar otlari bilan oshamas. Birinchi o'zlari otlarini, muborak otlarini aytsin, so'ng savolga ketamiz. Buyuring korgar janoblari, bir to'liq otingiz bilan hurmatli bizni ko'ruvchilarga o'zingizni taniting. Ulug' Tengri taoloti bilan meni ismim Dr. Najibullo Korgar. Men Afg'oniston o'zbeklardan bo'laman va Olmonga 2 yil bo'ldi yaqincha bu yerga ko'chib kelganman, muhojirat qilib. Juda yaxshi. Ushbu kungi e'tiborda shubhasiz siz ham Turkiston jamg'armasini kilidi uzlaridan bo'lgansiz. Ne shakl kutib olishadi? Sizlar tajribali kishilarsiz. Qancha marta avval ham xalqimiz uchun bunday bir dasturlar ehtifolini o'tkazgansiz va turkistonlik millatdoshlaringiz yo yigitlarni qanday ko'rasiz ushbu ehtifollarga va kelajakka yigitlarni mas'uli vazifasi, mas'uliyati til, farhang, an'anot va biz bir buyuk madaniyatdan kelayotganlari uchun nima mas'uliyatlari bor bo'lami? Bu haqda bir izoli so'zlashsangiz. O'shandayki, bilasiz, bizni anjumanimizning nomi Turkiston birlik anjumani Hamburg shahrida joylashgan. Bizlar bunga bir yilcha bo'ldi kelib qo'shildik va keyingi saylovda biz Kangarada bizni ma'un shu anjuman qavmlarimiz sayladilar va undan keyin bizlar tinmasdan o'zimizni tajribalarimizdan, o'zimizda bor imkoniyatlarimizdan, o'sha ma'naviy albatta imkoniyatlarimizdan foydalanib bu yerda qavmimizni bir doiraga keltirish uchun o'zlarini tillari, tarixlari, farhanglari, madaniyatlarini qo'ldan bermishlari uchun biz nechta yig'ilishlar bizlar albatta yo'lga tashladik. Albatta xabaringiz bo'lsa, bundan 20 kun oldin ham biz bir farhangiy yig'ilishni shu Turkiston birligi anjumani tomonidan yo'lga qo'ydik va bu yerda shu bizni turk xalqiga, o'zbek xalqiga mansub bo'lgan kiyimlar, keyin bu yerda turli ovqatlar namoyishga qo'yildi va bu yerda bizni madaniyatimizga bog'liq bo'lgan barnomalar yo'lga qo'yildi. Kelin salomlar deylikmi, noy-noylak deylik va shunga o'xshagan turli bizlarni barnomalarimiz bor edi va biz istaymizki, bizni yosh avlodlarimiz shu o'zlarini tillaridan, madaniyatlaridan uzoqlashmasinlar. Shu muhojirat o'lkada ham o'zlarini madaniyatlarini qo'ldan bermish uchun bizlar bu barnomalarni hamisha vaqt farhangiy barnomalarni yo'lga tashlaymiz. Va yana ham idomasi bor va bugun ham siz ko'rdingizki, mana biz Turkiston birlik anjumani tomonidan festivali musiqiy degan barnomani yo'lga tashladik va bunda hurmatli bizlarni san'atkorlarimizdan bo'lgan Xayrummat Chovush janoblari va boshqa yigit san'atchilarimiz, albatta So'robjon Ilyor, janob Avrangzeb Uchqun, janob Sabg'atullo Inon va ustod Shafi Azimiy, albatta bizni bir qo'shiqorchalayotgan xalqimizni o'sha meroslaridan bo'lgan u kishi ham bor edilar. Uloqon Ahmad, bu siz hozir bo'ldingiz, tafsilotli shaklga hurmatli millatdoshlarimizga Turkiston birligi jamg'armasini qilgan faoliyatlaridan aytib o'tdingiz. Bizlar kerak ko'ramiz yigitlar uchun, yigitlardan nima kutasizlar?
siz oila yo siz uloqonlarimiz kabi yigitlar ham ushbu jamg'armani uzvi bo'lib, o'shandagi bilasiz yigitlar ko'p qiziqadi bir madaniy shaklga, farhangiy shaklga Turkistonda tarixiy muammolarini o'rtaga qo'yib tanishsa. Buning uchun nima tushunasiz? Yigitlarga fursat bormi sizlar ulug'lar tomonidan? O'shanday bilasizki, har bir milliy da'voni o'zini boshlanishlari bo'ladi. Albatta bu o'tganda Afg'onistonda bu mavzularga boshlangan, bu yerda bu ba'zan nimalar bo'lib o'tgan. Ammo bilasizki, biz hozir mujorat o'lkasidamiz va bu yerda ham biz ya'ni o'zimizni o'sha Turkiston degan to'prog'imizga albatta Afg'onistonning shamoli o'tgan tarixlarda shu otga mansub bo'lgan va buni xalqimiz hamisha vaqt yaxshi ot bilan yod qiladilar. Chunki ota bobolarining to'proqlari va uni sevadilar va biz istaymizki xalqimiz o'zini nomiga, o'zini nishoniga mansub bo'lsalar, misliki boshqa xalqlar o'z nomi nishonini hamisha vaqt istaydilar va bizning xalqimiz ham istaydiki o'zini huviyati bilan o'zini farhangi bilan tirikchilik qilsa. Ulug'vor Najibullo Korigar janoblari, sizdan uloqon rahmat deymiz. Bu Turkiston Birligi jamg'armasining qilgan faoliyatlari ayni holga muqaddas Turkiston otiga tafsilotli suhbatlarni bizni bilan o'tkazganingiz uchun. Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Siz ham vaqtingizni qo'yganingiz uchun va uzoq yo'llardan kelib bizni bugungi festival musiqimizni dunyoga yoyasiz va sizni ko'ruvchilaringizga ham bizlar yana ham bir bor qizg'in salomlarimizni taqdim etamiz. Sizdan ham katta rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling.